Aziz obunachilar, sizlar uchun ajoyib yangilik. Farg'ona tumani Saturobod qishlog'ida Do'stlik MFOga qarashli hududda qurilishi bitib yakunlanmagan uchastka sotiladi. Sakkizotik uchastkani ichida qurilishi bitib yakunlanmagan xonalardan iborat joyimiz bor. 7 xona va koridor, 2 xona banya uchun joylar ko'tarilib tayyor holatda. Xona va koridorlar shlaka blok va pena blok bilan ko'tarilgan va tepasi sesma quyib, to'sin tashashga tayyor holatga keltirilgan. Uchastkaning ichida mehmonxonasi ham alohida, podvali bilan ekan, shlaka blokda ko'tarilib, tepasi yopishga tayyor holatda. Ichimlik suvlari tayyor holatda olib kirilgan. Bu yerda elektr, gaz, suvdan hech qanaqa muammo yo'q. Uchastkani olgan odam qurilishda yana qiynalmasin deb, hattoki 1 persib tosh, 2 persib turpag'i bilan uchastkani ichiga olib kirib qo'yilgan. Hujjat dokumentiga keladigan bo'lsa, hech qanaqa muammo yo'q. Narxiga kelsak, 27 ming ko'ka deyilyapti. Balkim biz telefon raqam qo'yib qo'yapmiz. Qo'ng'iroq qilib, yana ham kelishishlaring mumkin. Xullas, uchastkani ko'rasiz, yoqsa sizga buyursin. Milliy media, tarixni biz bilan yarating.